Bilaman, ko'pchiligingiz futbolni yaxshi ko'rasiz. Xavotir olmang, kayfiyatingizni buzmoqchi emasman. Aksincha, futbol muxlislari ham, futbolga qiziqmaydiganlar ham qiziqib eshitadigan bir hikoyam bor. Tasavvur qiling, siz sport musobaqasini tomosha qilish uchun safarga chiqqan sayyohlardan birisiz. Samolyot chiptasiga anchagina pul sarfladingiz. Ustiga ustak, musobaqa davomida yashash va boshqa xarajatlar uchun bir necha ming dollar tayyorlab oldingiz. Bularning barchasidan oldin esa viza olish uchun uzun navbatlarda turdingiz. Yana vizangiz tasdiqlanadimi yoki yo'qmi? Bundan ham xavotirdasiz. Nihoyat, mezbon davlatga yetib bordingiz. Ammo u yerda sizga xuddi tilanchi yoki jinoyatchining muomalasini qilishadi. Nega kelding? Faqat o'yinni tomosha qilib keyin qaytaman. Qaysi mehmonxonaga buyurtmangiz bor? Vizam ham bor. Yo'q, bo'lmaydi. Qani, telefoningni ber. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringni ko'rsat. Agar sahifalaringizdan Falastin masalasini qo'llab-quvvatlaganingiz yoki shunga o'xshash ular ekstremizm deb hisoblaydigan qarashlar chiqib qolsa, tamom. Ikkilanmay, sizni ortga qaytarishadi. Barcha pullaringiz ham kuyadi. Gap faqat oddiy muxlislar haqida emas. Agar siz jamoaning asosiy futbolchilaridan biri bo'lsangiz ham, xuddi iroqlik futbolchi Ayman Husayn bilan bo'lgani kabi deportatsiya qilinishingiz mumkin edi. Hatto uchrashuv hakami bo'lsangiz ham, masalan, somalilik hakam Umar Artan bilan shunday bo'ldi. Uni ham mamlakatdan chiqarib yuborishdi. Bir necha yil oldin bunday voqealarni tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Demokratiya kabi shiorlarni baland ko'tarardi. Hamma ehtiyot bo'lardi. Yo'q, bunday qilish mumkin emas. Odamlar bizni inson huquqlarini buzmoqda deb aytib qo'yishadi, der edi. Ammo keyin mana shu odam keldi va o'yin qoidalarini butunlay o'zgartirib yubordi. Go'yo shunday degandek bo'ldi. Bas qiling endi shu ortiqcha muloyimlikni, jonimizga tegdingiz. Go'yo endi butun dunyo shuni tan olish kerakdek. Go'yoki odamlarning ham birinchi, ikkinchi, 7-chi darajasi bor. Undan ham pastlari bor. Sizlarga nima bo'ldi o'zi? Axir ular sizni ketma-ket 30 marta haqorat qilib, oyoq osti qilishsa ham, oxirida siz intilgan narsani berishsa, siz ko'rgan barcha xo'rliklarni unutishga tayyor bo'lasiz. Masalan, stadionga kirishga ruxsat berishsa, chegara punktlarida ko'rgan barcha tahqirlarni unutib, alhamdulillah deysiz. Hatto stadionga ham bormay, o'yinni televizor orqali tomosha qilayotgan odam ham shunday. Agar o'yinni bepul ko'rishga imkon bersalar, go'yo urushni moliyalashtirib, uning aka-ukalarini tiriklayin yoqib yuborganlarni ham unutishga tayyor bo'ladi. Hatto ularning podshohlari va prezidentlari ham o'z xalqi oldida xor bo'lishdi. Faqat o'tirgan kursisini saqlab qolish uchun. Shunga qaramay, ular yana janobi oliylari, hazrati oliylari deb murojaat qilishda davom etishdi. Shundan keyin yana kimdir kelib, ana shu bechora odamlarga din afyun desa, yo'q, afyun din emas. Asl afyun odamni hushidan ketkazadigan va odamlarni haqdan chalg'itadigan narsalardir. Endi tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvni boshlaymiz qani. Marhamat. Agar jamiyatda juda ko'p dod-faryodlar bo'lsa, ularni qanchalik bostirishga urinmang. Ular baribir yo'qolmaydi. Ular bo'g'ilgan faryod sifatida yashashda davom etadi. Bu faryodlar qiynoqlardan, qashshoqlikdan va mahrumlikdan tug'ilgan bo'lishi mumkin. Amalda esa bu faryodlarning ovozini bosib ketadigan faqat bitta narsa bor. Biror narsa eshitdingmi? Yo'q, hech narsa eshitmadim. Faryodlarni stadiondagi qiyqiriqlar, muxlislarning shovqini va qarsaklari ostiga ko'mib yuborish mumkin. Buning misollaridan biri ehtimol 1978-yilda Argentinada bo'lib o'tgan jahon chempionatidir. 1976-yilda Argentina armiyasi davlat to'ntarishini amalga oshirdi. To'ntarishga general Jorge Rafael Videla boshchilik qilgan edi. Aynan shu davrda keyinchalik iflos urush deb nom olgan siyosat boshlandi. Kimki hukumatga ozgina bo'lsa ham qarshi fikr bildirsa, talaba bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, hech qanday farqi yo'q edi. Ular shunchaki g'oyib bo'lib qolardi. Gap qamoqqa tashlash haqida emas. O'sha paytda Argentinada majburan yo'qolganlar degan atama paydo bo'lgan edi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bunday yo'qolganlarning soni taxminan 15 mingdan 30 ming nafargacha yetgan. Ular o'g'irlab ketilgan, shafqatsiz qiynoqlarga solingan va o'ldirilgan. Ko'plab guvohlarning aytishicha, ayrim qurbonlar jasadi ham qolmasligi uchun samolyotlardan tirik holda okeanga tashlab yuborilgan. Mamlakat ichida vaziyat keskin edi. Ota-onalar bedarak yo'qolgan farzandlarini izlab sarson bo'lishardi.
Xalqaro hamjamiyat Argentinani qoralayotgan, ko'plab davlatlar undan yuz o'girayotgan, mamlakat esa siyosiy inqiroz girdobida qolgan bir paytda hammasini o'zgartirib yuborgan voqea yuz berdi. Butun dunyoning nigohi yana futbolga, aniqrog'i yumaloq to'pga qaratildi. Aslida Argentina jahon chempionatini o'z hududida o'tkazish huquqini bundan 12 yil avval, ya'ni 1966-yil 6-iyunda FIFA kongressida qo'lga kiritgan edi. Shu sababli bu musobaqa yillar davomida kutilgan va butun dunyo intiqlik bilan kutgan yirik tadbir edi. 1978-yil kelganda esa milliarder klub egalari va ularning millioner futbolchilari kutilmaganda bir tanlov oldida qolishdi. Biznesni tanlaydilarmi yoki Argentina ko'chalarida to'kilayotgan qonni? Tarix shuni ko'rsatadiki, hokimiyat bilan katta boylikning manfaatlari deyarli har doim bir-biriga uyg'un keladi. Qaysi zamon va qaysi mamlakat bo'lmasin, bu ittifoq ko'pincha saqlanib qoladi. Bu safar ham siyosiy qaror biznes manfaatlariga mos tushdi. Shundan so'ng dunyoning turli burchaklaridan samolyotlar Argentinaga qarab ucha boshladi. Ular futbol jamoalarini va bayram kayfiyatini olib kelardi. Jahon chempionatining ochilish marosimi mamlakatdagi eng katta stadion, Monumental stadionida bo'lib o'tdi. Ammo shu stadiondan atigi 2 ko'cha narida harbiy dengiz mexanika maktabi joylashgan edi. Harbiy to'ntarishdan keyin bu bino maxfiy qamoqxona va qiynoq markaziga aylantirilgan edi. Tasavvur qiling, siz stadionda gol urilganini nishonlab, qarsak chalib o'tiribsiz. Ammo sizdan bir necha 100 metr narida odamlar qiynoqqa solinib o'ldirilmoqda. Xuddi avval aytilganidek, stadiondagi olqishlar va qichqiriqlar go'yo tepada futbol, ostida esa qon oqayotgandek edi. Barcha telekameralar stadionda edi. Ular jahon chempionatini, muxlislarning quvonch ko'z yoshlarini, mushakbozliklarni va tantanalarni butun dunyoga jonli efirda namoyish etardi. Ammo stadion tashqarisida butunlay boshqa manzara hukm surardi. Plaza de Mayo maydonida boshlariga oq ro'mol bog'lagan ayollar jimjit holda aylanib yurishardi. Har birining qo'lida bedarak yo'qolgan o'g'li yoki qizining surati bor edi. Keyinchalik ular Plaza de Mayo onalari nomi bilan mashhur bo'ldi. Ular maydon atrofida jimgina aylanib, hech bo'lmasa bitta kamera ularning dardini butun dunyoga ko'rsatishiga umid qilishardi. Ammo dunyo u yerga insonlarning fojiasini ko'rish uchun emas, futbol tomosha qilish uchun kelgan edi. Bu orada videoda bo'layotgan voqealarni mayda tafsilotigacha kuzatib turardi. Stadiondan har safar baland qarsaklar va olqishlar ko'tarilganda, u yanada xotirjam bo'lib borardi. Chunki u nihoyat qamoqxonalardagi faryodlardan ham balandroq ovozni topgandi. Keyinchalik omon qolgan mahbuslar shunday degan edi. Stadiondan ilk bor baland olqishlarni eshitganimizda, xalq nihoyat uyg'ondi. Bizni qutqarish uchun kelayotgandir deb o'ylagandik. Ammo bu qichqiriqlar kun sayin takrorlanaverdi. Hech kim esa kelmadi. Shunda tushundikki, bu futbol g'alabalarini nishonlayotgan muxlislarning shovqini ekan. Shundan keyin ularning hayoti ikki tomondan yanada og'irlashdi. Birinchidan, ular tashqarida hech kim ularga achinmayotganini, hech kim ularni qutqarishga urinmasligini anglab, so'nggi umidlarini ham yo'qotishdi. Odamlar esa aksincha stadionlarda quvonib, tantana qilayotgan edi. Ikkinchidan, Videla endi hech kim bedarak yo'qolgan insonlar haqida hisob so'ramasligiga to'liq ishonch hosil qilgach, o'zining zo'ravonligi va shafqatsizligini yanada kuchaytirdi. Go'yo u mahbuslarga, mana shu odamlar uchun o'zingizni qurbon qilgandingizmi? Ana qarang, ular hozir futbol tomosha qilib, yayrab yurishibdi, degandek edi. Yevropa va boshqa hududlarda 1978-yilgi jahon chempionatini boykot qilishga chaqiriqlar ham yangrayotgan edi. Shunda u qanday yo'l tutdi? Musobaqaga Tinchlik uchun jahon chempionati degan nom berdi. Tasavvur qiling, qo'llari o'z xalqining qoniga botgan bir hukmdor o'zi o'tkazayotgan musobaqani Tinchlik chempionati deb ataydi. Go'yoki mamlakatga tinchlik, davlatni vayron qilmoqchi bo'lgan terrorchilar ustidan g'alaba qozonilgandan keyin qaytgandek ta'ssurot yaratishga urinardi. Shu tariqa u jahon chempionatidan o'z obro'sini oqlash vositasi sifatida foydalandi. U butun dunyoga Argentinani go'yoki quvonchga to'la mamlakat sifatida ko'rsatishga urindi. Qizig'i shundaki, o'sha voqealarni boshidan kechirib, 1981-yilgacha vafot etgan ko'pchilik odamlar Videla ilgari surgan aynan shu talqinga ishonib ketgan edi.
Chunki o'sha davrdagi ommaviy axborot vositalari ham dunyo jamoatchiligini aynan shunga ishontirishga muvaffaq bo'lgan edi. Nega aynan 1981-yilgacha deysizmi? Shoshilmang. Xullas, bu targ'ibot to'liq samara berishi uchun Argentina nafaqat musobaqani o'tkazishi, balki jahon chempionligini ham qo'lga kiritishi kerak edi. Ana shu yerda mashhur Argentina-Peru uchrashuvi voqeasi boshlanadi. Argentina finalga chiqishi uchun Peruni kamida 4 ta gol farqi bilan mag'lub etishi shart edi. Faqat shundagina ular Braziliyani ortda qoldirib, final yo'llanmasini qo'lga kiritardi. O'sha davr futbol mutaxassislarining fikricha, bunday natijaga erishish deyarli imkonsiz edi. Hammasi futbolchilarning mahorati va maydondagi o'yiniga bog'liqdek ko'rinardi. Ammo bunday muhim uchrashuvni shunchaki tasodifga tashlab qo'yish ham mumkin emas edi. Xo'sh, ular nima qilishdi? Hozirgacha hech kim qo'lida aniq pora berilganini isbotlaydigan dalilni topmagan. Lekin ayrim voqealar jiddiy savollarni tug'diradi. Masalan, iqtisodiy ahvoli uncha yaxshi bo'lmagan Argentina hukumati aynan o'yin arafasida Peruga 35 ming tonna bug'doy yuboradi. Bundan tashqari, Argentinaning markaziy banki o'sha davrda muzlatib qo'yilgan 50 million dollarlik Peru mablag'larini ham aynan shu paytda yechib berishga ruxsat beradi. Bu hodisalarning barchasi aynan o'sha mashhur uchrashuv bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani esa hanuzgacha turli bahs va shubhalarga sabab bo'lib kelmoqda. Buning ustiga, Videla shaxsan o'zi o'yin boshlanishidan oldin Peru terma jamoasi futbolchilarining kiyinish xonasiga kirib, go'yoki ular bilan salomlashib chiqadi. Natijada Argentina Peruni 6-0 hisobida mag'lub etadi. Nahotki bu rost bo'lsa? Ha, bu tarixda qayd etilgan voqea. Bugun buni istagan odam tarixiy manbalardan tekshirishi mumkin. Oradan bir necha kun o'tib, Argentina finalda Gollandiyani mag'lub etib, jahon chempioni bo'ladi. Kubokni futbolchilarga aynan Videlaning o'zi topshiradi. Go'yo u nafaqat o'z obro'sini yuvib oldi, balki uni tozalab, dazmollab, tantanali yopilish marosimida faxr bilan kiyib ham oldi. 1976-yilda qonli harbiy to'ntarish, 1978-yilda esa o'sha qon izlarini yashirishga xizmat qilgan jahon chempionati. Ammo jinoyatchi endi hammasi tugadi, vaziyat barqarorlashdi deb o'ylagan paytda tarix boshqa yo'lni tanladi. Oradan 3 yil o'tib, uning tuzumi qulay boshladi. Hokimiyati eng kuchli ko'ringan davrda ham poydevori qulay boshladi. Oxir-oqibat u sud qilindi va umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Qamoqxonalar eshiklari yana ochildi. Ammo bu safar ichkariga kirgan odam boshqalar emas, aynan Videlaning o'zi edi. Videla esa umrining oxirigacha qamoqda qoldi. 2013-yilda uni qamoqxona kamerasida yolg'iz holda, o'lik holda topishdi. U nafaqat mahbus, balki tarix oldida ham sharmandali nom bilan qoldi. Endi sen bizning ham kayfiyatimizni buzmoqchimisan? O'sha paytda qiynoqlar davom etayotganida futbolni nishonlaganlar kabi biz ham bugun G'azo ahlini yolg'iz tashlab qo'yganmiz demoqchimisan? Yo'q, bu gapni hammamiz bilamiz. Bu mavzu haqida juda ko'p gapirilgan. Men esa e'tiborni hozirgi jahon chempionati bilan bog'liq boshqa bir masalaga qaratmoqchiman. Sizningcha Amerika yoki Donald Trump 2026-yilgi jahon chempionatini o'tkazish huquqini FIFAdan qanday oldi? Nima deganingiz? Axir mezbon davlat qur'a yoki ovoz berish orqali tanlanadi-ku. Shunday, lekin bu qur'a qanday kechganini bir eslab ko'raylik. Keling, 2018-yilga qaytamiz. O'sha yili FIFA 2026-yilgi jahon chempionati mezbonini tanlash uchun ovoz berish o'tkazgan edi. Nomzodlar ikkita edi: Amerika, Kanada va Meksikaning qo'shma arizasi hamda Marokashning yakka arizasi. Marokash iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay mezbonlik uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rgan va uning imkoniyatlari ham ancha yuqori baholanayotgan edi. Shu paytda Donald Trump ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida biz yordam berayotgan davlatlarning Amerikaga qarshi ovoz berishi yaxshi ish emas. Agar ular bizni qo'llab-quvvatlamasa, nega biz ularga yordam berishimiz kerak? Bu aslida juda ochiq tahdid edi. Ya'ni, kim Marokashni qo'llab-quvvatlasa, bizning qarshimizda turadi va buning oqibatlariga tayyor bo'lsin. Gap iqtisodiy yordam bo'ladimi, xalqaro grantlar bo'ladimi yoki gumanitar dasturlar bo'ladimi? Har kim buni o'zi istagandek talqin qilishi mumkin edi. Hatto FIFAning o'zi ham bu bayonotdan hayratda qoldi. Chunki bu mezbonni tanlash jarayonida davlatlarga siyosiy bosim o'tkazish sifatida baholanishi mumkin bo'lgan FIFAning xolislik va halollik tamoyillariga zid harakat edi. Ammo xuddi videoning boshida aytilganidek,
muxlislarga qanday munosabat qilingan bo'lsa, Tramp ham butun boshli davlatlarga deyarli shunday munosabatda bo'ldi. 2018-yilda Moskvada ovoz berish bo'lib o'tdi va natijada Amerika jahon chempionatini o'tkazish huquqini qo'lga kiritdi. Agar mendan, xo'sh, 1978-yilda videolarning qilayotgan ishlarini bilib turib ko'z yumgan FIFA 2018-yilda ham Trampning Twitter'dagi bayonotiga nega jim qaradi deb so'rasangiz, axir o'sha bayonotning o'ziyoq agar qonun qoidalariga qat'iy amal qilinganida Amerikaning nomzodini musobaqadan chiqarib yuborish va mezbonlik huquqini darhol Marokashga topshirish uchun asos bo'lishi mumkin edi. Qonuniy jihatdan shundaymi? Davom et. Xo'sh, gapni cho'zmayman. Menimcha allaqachon anglab ulgurdingiz. Hammamiz yaxshi bilamizki, ijtimoiy tarmoqlar biz uchun bepuldek ko'rinadi. Aslida esa bizning o'zimiz mahsulotmiz. Chunki agar biz foydalanuvchilar bo'lmaganimizda, yirik kompaniyalar Mark Zuckerbergga uning platformalarida reklama joylashtirish uchun milliardlab dollar to'lamagan bo'lardi. Aynan biz Mark Zuckerberg va shunga o'xshash texnologiya gigantlarining biznes modelini qiymatli qiladigan asosiy omilmiz. Shuningdek, Mark Zuckerberg platformalarda reklama berayotgan milliarder kompaniyalarning muvaffaqiyati ham bizga bog'liq. Chunki ular ham ko'proq foyda topishi uchun auditoriya kerak. Demak, bizning mavjudligimiz ikkala tomon uchun ham asosiy omil hisoblanadi. Futbol olamida ham xuddi shunday tizim ishlaydi. Bir guruh milliarderlar futbol klublariga egalik qiladi. Ular millioner futbolchilarni sotib oladi. Ularning ustidan esa siyosiy hokimiyat turadi. Hokimiyat o'ziga tegishli ommaviy axborot vositalari orqali bu musobaqalarni ulkan voqea sifatida targ'ib qiladi. Natijada klub egalari ulkan daromad oladi. Musobaqadan keyin transfer mavsumi ham ularga yana katta foyda keltiradi. Go'yo kuz faslida dengiz shaykalari juftlashish mavsumi qanday boshlansa, futbol olamida ham transfer mavsumi shunday qiziydi. Bu davrda futbolchilar, ularning agentlari va klub vositachilari millionlab dollar ishlab topadi. Bu jarayon bugungi futbolni kuzatayotgan har qanday odamga yaxshi tanish. Bularning barchasidan yuqorida esa hokimiyat turadi. U aynan o'zi bunga ruxsat beradi, sharoit yaratadi va buning evaziga eng katta siyosiy foydani oladi. U siz uchun soxta vatanparvarlik muhitini yaratadi. Hammasini jo'shqin qo'shiqlar, tantanali marosimlar va balandparvoz shiorlar bilan bezatilgan ulkan bir pufakka aylantiradi. Natijada stadiondagi olqish va qiyqiriqlar qanday qilib Argentinada qiynoqqa uchragan insonlarning faryodini bosib yuborgan bo'lsa, boshqa joylarda ham xuddi shunday shovqin xalqning boshqa muammolarini ikkinchi o'ringa surib qo'yishi mumkin. Shunday paytda esa kimdir bu soxta jo'shqinlikni tanqid qilsa, unga darrov bu odam sotqin, pulga sotilgan degan tamg'alar yopishtiriladi. Xursand bo'ling albatta, lekin me'yorni unutmang, muvozanatni saqlang. Shuni unutmangki, sizning haqiqiy dunyoviy g'alabalaringiz bu shaxsiy muvaffaqiyatlaringiz, mehnatingiz va yutuqlaringizdir. Mamlakatning haqiqiy qudrati esa millioner futbolchilar to'p surayotgan terma jamoalarda emas. Davlatning asl kuchi o'zi ishlab chiqarayotgan qurolida, ilm fanida va fuqarolarning farovon hayotidadir. Axir videoning boshida sizni chegarada xo'rlagan, so'roq qilgan, kirishingizga ruxsat bermaslikni o'zi hal qilgan odamlar o'z mamlakatlarida aynan shunday hayot kechirishmoqda. Siz esa faqat ularning stadionlarini ko'rish uchun borasiz. Shunday ekan, nega siz ularning nazarida 3-darajali fuqaro bo'lishga rozi bo'lishingiz kerak? Nega sizni xo'rlayotgan odamlarga o'z qo'lingiz bilan pul berishingiz kerak? Musulmon sifatidagi qadr-qimmatingiz ular qachon xohlasa, o'shanda quvonishingizga yo'l qo'yadimi? Ular endi quvoninglar desa quvonib, endi bas desa to'xtashingiz kerakmi? Ana shunaqa birodarlarim. والسلام عليكم.